ئىلىم-پەن تارىخىدىكى ئەڭ ئۇلۇغ بويتاقلار. ئىلىم-پەن تارىخىدا ئۆتكەن بەزى مەشھۇر ئالىملار تۈرلۈك سەۋەبلەر بىلەن توي قىلمىغان بويتاق ياشاپ ئۆتۈپ ketken بولۇپ, biz bugun әні şu ئۇلۇغ بويتاق ئالىملارنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتەيلى. Birinchi Newton. O Angliyalik dаңlıq fizik alimi, matematik, astronomiya alimi, paylasop. Yaqinqi zaman fizikasining atisi. O 1687 yil e'lon qilgan asrda olamning tortishish kuchi va uch cho'ng harakat qonunini bayon qilib, shuningdan boshlab hozirgacha bo'lgan 3 asr ichida mexanika va osmon jismlar tadqiqotiga cho'nqur asos solgan. O ilm-fan tarixidagi eng ulug' olimlarning biri bo'lib, hozirga qadar butun insoniyat bo'yicha eng ko'p bo'lganda 2-3 olim uning bilan birinchilikni talashadigan nomzod salohiyatiga aron ega bo'ldi. To'y qilganlik yoki ayollarga qiziqqanlik to'g'risida hech qanday xotir yo'q. Aytishlarga qaraganda o'smirlik davrida Steli xon qizni yoshirun yaxshi ko'rib boqqan bo'lsa-mu, lekin u o'zi yolg'iz ulug' hayotini oxirlashtirgan. Newton ilm-fanning namoyandasi. U yosh vaqtida butun zehnini ilmiy tadqiqotga sarf qilib, to'y qilish, bolalik bo'lishga vaqt chiqara olmagan. Ba'zilar Newton bo'g'achqa butun dunyodagi boytaq kishilarning hammasi endi yolg'iz qolmaydi deyishidi. Bu haqiqatan samimiy aytilgan so'z. Nobel 1833 yili 10 ayning 21 kunidan 1896 yili 12 ayning 10 kunigacha yashagan. Shvetsiya Stokgolmda tug'ilgan. Shvetsiya ximiya olimi, injener, kashfiyotchi, harbiy sanoat jabduqlarini yasash sodagiri va portlatqich dorini kashf qilguvchi, Nobel mukofotini ta'sis qilguvchi. Nobel degan bu ism bizga intayin tonish. Uning tonilish darajasi hattoki Newton va Einsteindan yuqori bo'lishi mumkin. Nobel nitroglitseringa tayinib egilik tikladi. G'oyat zo'r boyligi bo'lg'achqa, hamma odamning sho'lgini oqqizadigan Nobel mukofoti ta'sis qildi. Nobel to'y qilmadi. Lekin uning to'y qilg'isi yo'q emas, balki qattiq zarbaga uchirgan edi. U tunji muhabbatda baxtsizlikka uchirdi. Keyin cho'nqur so'ygan kishisi boshqalarga yotliq bo'lgan. Nobel mukofotining matematika mukofoti ta'sis qilinmaganligining sababi dal uning ko'ngildagi odamini matematik tortib olganlikdan bo'lishi mumkin deydigan mish-mish paranglar ko'p. Amaliyotda ayni vaqtda dunyoda boshqa matematika mukofotlarini tarqatadigan nopozliq organlar bor edi. Shunga Nobel bu mukofot turini ta'sis qilmagan bo'lishi mumkin. Uningdan boshqa matematikaning nazariyaviy chanligi kuchli bo'lg'achqa Nobel bu turni ta'sis qilmagan bo'lishi mumkin. Nimalar degan bilan Nobel mukofoti ta'sis qilinganiga uzun bo'ldi. Haqiqiy sababmi yanala noma'lum sir bo'lib qoldi. Mendel 1822 yili 7 ayning 20 kunidan 1884 yili 1 ayning 6 kunigacha yashagan. Avstriyaning Selsiya Hainzedorf kentida tug'ilgan. Ormitis universitetini bitirgan. Ersiyatshünas. Mendel hozirgi zaman ersiyatshunasligining otisi. Ersiyat ilmining asoschisi. 1865 yili u ko'k burchaq, ya'ni baqiylar tajribasi orqali muhim ersiyat qonuniyati bo'lgan
ayrilish qonuniyati va erkin berikish qonuniyatini bayqagan. İnsaniyat tarixidagi eng ulug' biologlarning biri. Balalik çağlardan tatib, ailesi namrat boğaçqa, o'ttir yosh yaşanğan davrdimu azaldan bayashat bo'lib baxmagan. İşten sırtqi ishlarda qulaylik bo'lish uchun ko'k purchaqni shalg'utlashtirish siniqi qiygan. U o'zining salohiyati va iqtisodiy sharoiti tufaylidan umr vayat to'y qilmagan. Cavendish 1731-yili 10 ayning 10 kunidan 1810-yili 2 ayning 24 kunigacha yashagan. Cambridge universitetini bitirgan angliyalik ximiya va fizika olimi. Cavendish ximiyada suvning oddiy modda emasligini, havodagi oz uchraydigan gazlarning mavjudligini isbotladi. Fizikada Kulun qonuni bilan qonunini bayqagan. U tortish kuchi turaqliq sonini o'lchab chiqdi hamda yer sharining zishligini to'g'ri hisoblab chiqdi. Shunga u Newtondan keyingi Angliyadagi eng ulug' olimlarning biri deb qaraldi. Cavendish degan bu ism quloqqa yoqmaydi. Chunki Cavendishni xotirlash uchun qurilgan Cavendish tajribaxonasi Nobel mukofotining bo'shigi. Cavendish ximiya, fizika qatorliq sohalarda g'oyat zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirgan. Masalan, u havoning nimadan tuzilganligini bilgan. Olamlik tortish kuchining turaqliq sonini o'lchab chiqqan. Yer sharining massasi qatorliqlarni hisoblab chiqqan. Ammo u o'zini o'lchashga faqat qiziqmaydigan bo'lib, hattoki tugmasi uzilib ketmagan biror qur kiyimi qolmagan. U gap so'zga aloqa qilishga moyir emas. O'zining karvati yinida ilmiy tajriba ishlab charchaganda uxlagan bo'lib, ajoyib xilvat turmush kechiradi. Bu ilm-fan g'alati odami, ilm-fan gigant odami, ilm-fanga eng boy, bilimga eng boy, ilm-fan peshvasi. Ayollar bilan uchrashishdan eng qo'rqadigan bo'lib, ayol xo'jador bilan aloqa qilgandimi, faqat qog'ozcha orqali fikr almashtirgan. Shunga u umr bo'yi to'y qilmagan. Cavendish ilm-fan tarixidagi eng ig'ir darajalik boytaqlarning biri. Leibniz Germaniyaning ilm-fan tarixidagi eng muhim shaxslarning biri. Tarixshunos va faylasuf. Dunyoda az uchraydigan ilm-fan talant egisi. U tadqiq qilgan soha mexanika, optika, tilshunoslik qatorliq 40 necha sohaga chetiladi. 17-asrdagi Aristotel deb atalgan. Dunyoda butunlay o'xshib ketadigan ikki tal yo'pirmoq yo'q degan so'zni u aytgan. Eng dangliq shuki, u Newton bilan birlikda differensial integralni kashf qilib, differensial integralni kashf qilish huquqidan o'rtaq bahramand bo'lgan. Differensial va integralni kashf qilgan bu olim haqiqatan qiziqarli ekan. Balki u Newton to'y qilmasa, men nimishqa xotin olatdim deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Turing Alan Maxison Turing 1912-yili 6 ayning 23 kunidan 1954-yili 6 ayning 7 kunigacha yashagan. Angliyaning Londonda tug'ilgan. U Princeton universitetini bitirgan. Matematik, kompyuter ilmi va sun'iy aql iqtidor otasi deb nomi bor. Uning nomi bilan atalgan Turing mukofoti, kompyuter sohasidagi Nobel mukofoti deb atalgan.
u o'ttirib qo'ygan Turing mashinasi modeli hozirgi zamon kompyuter logikalik xizmat usuliga asos soldi. Ikkinchi dunyo urushida u harbiy tarafga yordamlashib, Germaniya shifr sistemasi Enigmani yeshib, ittifoqdosh armiyaning g'alaba qilishiga yordam bergan. Turing mashinasi Turing mukofotini hamma odam degidek biladi. Bu kompyuter ilmining atisi, sun'iy aqliy iqtidori atisining ilm-fan jihatdagi to'hfasini ko'p so'zlashning hojati yo'q. Turing g'alati talant egisi. Yurish-turishi doim boshqalarning o'ylamagan yerdan chiqadi. U xohlagancha kiyinib yurishga amroq bo'lib, galstuk taqamaydi. U gapga usta emas. Ba'zida kaj, tortinchoq, doim tirnoqini tishlaydi. Turing reaksiya xarakterlik burun yalliqiga giribdor bo'lgan bo'lib, burni eqib, tushkirib to'xtamaydi. Şoňa o daim zahardan saqlanish niqabini taqab ishqa bardı. Turing hem cins. Onun ölümümü hem cins bolğanlığı bilen münasibatlik. O hem cins bolğaçqa ömür boyu toy qılmagan. Tesla özgürişchan tokni kashf qilish bilan dangliq bo'lib, ömürdə ilim-fanga zo'r töhfa qo'shgan. Özü yalğız 1000dan ortiq kashfiyot patentga erishgan. Kashfiyot jihatda Edison bilan teng darajalik muhim shaxs. Hattoki uning Edisondan eshib tushkidak qobiliyati bo'lsa-mu, lekin Edisondak nom chiqmagan edi. İlim-fan sohasidagilar umumyuzlik mundaq deb qaraydi. İnsanlarning tarixdan buyanqi tangdoshsiz ikki talant egisi. Biri Leonardo da Vinci, yana biri Nikola Tesla. Tesla yana orliqdan halqagan qurolning asoschisi. Uning nurg'un tadqiqot natijalari hozirgacha Amerika harbiy tarafning mutlaq maxfiy materiali. Rivoyat qilinishicha 1912-yili Tesla bilan Edisonning elektr energiyasi jihatda qo'shgan to'hfasi uchun ikkisiga birli vaqtda Nobel fizika mukofoti berilgan. Lekin har ikkisi mukofot elishni rad qilgan. Sababi qarshi taraf bilan billa bu sharafni tang bahramand bo'lishga taqat qila olmagan. Talant ijtihaddan keladi. Fan tadqiqot ishlariga o'zini beg'ishlaganligi uchun u uxlashqimi ko'z qiymaydigan bo'lib, har kuni 2 soatdan ortiq uxlaydi. Ayollar o'rtasidagi munosabatga faqatmi vaqti yo'q bo'lib, shunga Tesla ömür bo'yi boytaq o'tgan. Rene Descartes 1596-yili 3-ayning 31-kunidan 1650-yili 2-ayning 11-kunigacha yashagan. Fransiyada tug'ilgan. Povazir universitetini bitirgan. Fransiyadagi mashhur faylasuf. Faylasuf Hegel tarafidan yaqinqi zamon falsafasining otasi deb atalgan. Descartes öz aldığa sistemi şekillendirip, idealizm bilen materializmni birleştirip, Yevropa yaqinqi zaman burjua falsafasining asoschilaridan biriga aylangan. Shuning bilan bir vaqtda u barpo qilgan analitik geometriya matematika tarixida davr bo'lgich ahamiyatga ega. 17-asrdagi Yevropa falsafa sohasi va ilm-fan sohasidagi ta'siri eng cho'ng peshvolarning biri deyishga bo'ladi. Yaqinqi zaman ilm-fanining ajdodi degan nomi bor. Descartes koordinat sistemasini kashf qilgachqa, o'rta maktabda o'qiganlarning bu ismni unutib qilishi osmonga chiqishdanmi tas. Bu birodarning yosh vaqtidagi birdan-bir qiziqishi fikr yurgizish, qayta fikr yurgizish. Shunga umr vayat o'ylanmagan.
Pascal. Bu Fransiyalik olimni mundaq so'z bilan yig'inchoqlab tushuntirishga bo'ladi. Hayoti nayt azobliq, nayt talantliq. U 3 yoshida onasidan ayrilgan. 11 yoshida ئاۋازنىڭ ماھىيىتىنى, 16 yoshida konus egri siziqi nazariyasini yozgan. U dunyodagi tunji raqamlik hisoblag'uchni kashf qildi. Uningdan boshqa aqar jism tangpongliq nazariyasi, atmosfera eg'irlik kuchi nazariyasi degan 2 dangliq asri bor. Bu talant egisi 39 yoshida olamdan o'tdi. Agar 93 yoshgacha yashagan bo'lsa, Newton balki o'rnidan qo'pib ketishi mumkin edi. Pascal azaldan muhabbatlashib baxmagan. Da Vinci asosliqi Mona Lisaning sirliq tabassumi orqali bizga tonishliq. Da Vinci ulug' san'atkor bo'lgandan boshqa yana matematik, fizika olimi, meditsina ilmi tadqiqotchisi, injener, qurilish loyihalaguvchisi, haykaltarash, kashfiyotchi, faylasuf, musiqashunos, jug'rofiyashunos. Ilgari tik uchar aeroplan, uchqu, issiq havo shari, shaharga hujum qilish uskunasi, shahar mudofaa sistemasi, avraz suv chiqarish sistemasi tadqiqotlari bilan shug'ullangan. U yana odam badanini yerib tadqiq qilib baqqan. Ilgari kasbiy olim yo'q edi. İlim fan tarixidagi bir qism qaltis odamlar har qaysi sohadagi talant egillariga aylangan. Lekin nayt osondagi kishilar Da Vinci'dan eshib ketalgan. Da Vinci insoniyat tarixidagi osondagi darajadan tashqari tangdoshsiz talant egisi. Tərcümədə Yusupcan.